Said Ahmad aka prezident bo'lsa agar qanaqa bo'lar ekan? Akang Botir o'rtaga yotir degan. O'zimga faraz qilyapmanki, ancha-muncha erkaklardan qo'rqmaysiz. Shunaqa, Siz yuzga kirganda meni chaqirasiz. Nasib bo'lsa. Даже men juda to'lqinlanib ketdim, kechirasizlar. Men daji to'lqinlanib ketdim. Rahmat. Salomat bo'linglar. Bu bo'ying necha metr? 1.90. 1.90? Yana o'syapsanmi? Kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? Meni fikrim bo'yicha O'zbekistonda yashayotgan million yoshlar o'zimni bolam. Menday odamni o'zgartirib bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, vaqt bekor ketyapti mana. Bolalarim, farzandlarim sizlarga aytmoqchiman. Prezident sizlarga aytyapti. Sizlar meni suyanchim, tayanchim. Qo'rqmanglar, marrani katta qo'yinglar.